Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi oshxona mebelimizni o'z egalariga topshirish jarayonidamiz. Marhamat, kutib olinglar. ای ساقی muhabbat jon. Alloh taoloni berganiga birodar rozi bo'l. Taqsimiga rozi bo'l. Odamlarning eng baxtlisi sen bo'lasan. Chunki insonning dunyodagi saodatini g'am, tashvish, siqilish, qo'rquv yo'q qiladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ar-rido bil qadar yuzhibul hamma wal hazan." Taqdirga rozi bo'lishlik g'amni, qayg'uni, g'amni, anduhni ketkazadi. Inson g'ami bo'lmagandan keyin tashvishi, qayg'usi